Ukraina-Rossiya urushi. Zelenskiy qish oldidan Moskva bilan tinchlik muzokaralarini jonlantirmoqchi. Bildirishnomalarni brauzer sozlamalarida boshqarish mumkin. Vladimir Zelenskiy qish boshlanishidan oldin Rossiya bilan tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarni jonlantirmoqchi. Ukraina prezidenti o'z mamlakatining strategik pozitsiyasi yaxshilangan bir sharoitda muzokaralar olib borishga intilmoqda, chunki uning aytishicha, Rossiya kuchlarining yerda oldinga siljishi sekinlashgan, Ukraina esa zarbalarni kuchaytirgan. Uchbis telekanalidagi Fatih Nation nashriga shunday dedi: "Bu 2025 yil dekabr oyida boshlangan edi. Rossiya jang maydonida tashabbusni yo'qota boshladi. O'ylaymanki, bizda muzokaralar oynasi bor, chunki har oy ular tobora ko'proq odamlarni yo'qotadi va ular yo'qotadilar. Shu sabablarga ko'ra jang maydonida tashabbusni yo'qotadilar." U qo'shimcha qildi: "Endi bizda qish oldidan bu vaqt bor, qish oldidan biz o'tirish va gapirish uchun yo'l, diplomatik yo'l topishimiz kerak." Prezident Zelenskiy muzokaralar Vladimir Putinga bosimga bog'liqligini aytdi. AQSh vositachiligida Moskva va Kiyev o'rtasidagi muzokaralar Vashington diqqatini Erondagi urushga qaratgani sababli to'xtab qoldi. U Yevropa ko'magida muzokaralar o'tkazish yoki Rossiya bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazish imkoniyati ham borligini aytdi, ammo Rossiyaga nisbatan qattiqroq sanksiyalar qo'llashga chaqirdi. O'tgan hafta Mike Pencening aytishicha, Trumpning ittifoqdoshlari, shu jumladan uni osib oldirishni aytib baqirgan J6lar uchun ajratgan 8 milliard dollarlik quyuq fondi juda haqoratli. Bildirishnomalarni brauzer sozlamalarida boshqarish mumkin. Sobiq vitse-prezident Mike Pence Trump ma'muriyatining 8 milliard dollarlik qurolga qarshi fondini qoralab, 6 yanvardagi tartibsizliklar uchun soliq to'lovchidan 1 tiyin pul olishi qabul qilib bo'lmaydigan va chuqur haqoratli bo'lishini aytdi. 2021 yil 6 yanvarda Kapitoliyga bostirib kirgan tartibsizliklarning nishoniga aylangan Pence ma'muriyat Adliya vazirligi tomonidan nohaq jinoiy javobgarlikka tortilgan deb hisoblaganlarga pul yordami ko'rsatish uchun yaratilgan jamg'arma g'oyasidan voz kechishiga umid qilishini aytdi. O'sha kuni politsiya xodimlariga hujum qilgan va Kapitoliyni buzib tashlagan odamlarga kompensatsiya to'lashi mumkin bo'lgan jamg'arma yaratish g'oyasi mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas, dedi 66 yoshli Pence Chips News'ning Fatih Nation Sunday telekanaliga. "Yana bu meni juda xafa qiladi", deb qo'shimcha qildi Pence telekanalining Me Press dasturida. Yillar davomida Pence prezidentni va tartibsizliklarning harakatlarini keskin qoralab keladi. O'sha kuni Pencening saylovni bekor qilish qudratiga ega ekanligiga noto'g'ri ishongan tartibsizliklar Mike Pence'ni osib qo'yinglar deb hayqirishdi. 6 yanvar kuni politsiya xodimlariga hujum qilgan va bizning Kapitoliyni buzib tashlagan odamlar soliq to'lovchining 1 tiyin pulini bu fonddan yoki boshqa joydan olmasliklari kerak, dedi Pence. Garchi Pence Kuba qulab tushsa, AQSh o'z harakatlarining oqibatlarini yengishga majbur bo'ladi. Kubada oxirgi bo'lganimga bir necha oy bo'ldi va o'sha paytdagi sharoitlar juda og'ir edi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar, non va yonilg'i uchun katta navbatlar, davlatga qarashli oziq-ovqat do'konlari deyarli bo'sh, ko'cha burchaklarda axlat uyumlari ko'payib ketgan va xorijlik tashrif buyuruvchilar kam edi.